C Sharp haqidagi darsimiz o'zgarguvchi miqdorlar, ya'ni variable. Bu yerdagi o'zgarguvchi miqdor degan gap matematikadan kelib chiqqan atalg'u. Bu o'zgarguvchi miqdor deganlik, ya'ni biz matematikada hisoblash yapaganda muqim qimmat berilmay, ma'lum bir vakil xarakterdagi har belgilar orqali ifoda tuzib olib, keyincha u ifodadagi belgilarning o'rniga mos qimmatlarni qo'yib, ondan hisoblash ilib bir jarayondagi miqdorlarni ko'rsatadi, ya'ni o'zgarguvchi miqdor deganimiz. Ya'ni bu yerdagi har bir harfning o'rniga o'xshamagan qimmatlarni belgilab bo'ldi. Ya'ni buningki qimmati o'zgarib turdi. Shuning uchun o'zgarguvchi miqdor deb atalgan. Ya'ni bu misaldagi ko'rsatilganga o'xshash ABC 3 harfninki o'xshamagan qimmatlari bor. Ya'ni buningki boshqa qimmatlarni belgilab bo'ldi. Shuning uchun vakil xarakterli harf olamiz. Ondan biz algebra darsimizda o'rgangan funksiyadagi bu yerdagi x o'xshamagan qimmatlarni ola oladi. Bu bir o'zgarguvchi miqdor. Bu o'zgarguvchi miqdorning kelib chiqishi shu. Endi o'zgarguvchi miqdorlarni aniqlagan vaqtda tuvandagi usulda aniqlaymiz. Ya'ni soldan boshlab yozildi. Oldi bilan ma'lumotning tipi. Ya'ni biz oldingi soatlik darsimizda ko'rgan integer, decimal, long, string, char deganga o'xshash har xil tiplar. Uning keyniga bir bo'shliq qo'yib o'tib, o'zgarguvchi miqdorning nomi yozildi. Bu nomni o'zimiz xohlagancha birimiz programmaning ichida shu nom orqali uningki mashg'ulot olib boramiz. Bu eng oddiy bevosita o'zgarguvchi miqdorni aniqlash shakli. Ondan o'zgarguvchi miqdorni aniqlagan vaqtda dastlablashtirish, ya'ni dastlabki bir qimmat beradigan ishlar bor. Ya'ni aniqlagan vaqtning o'zida ham bu o'zgarguvchi miqdorning qimmati mancha yoki mandaq narsa deganga o'xshash. Bu vaqtda keyniga tang belgisi qo'yib, buningki qimmatini bersak bo'ldi. Ya'ni bu yerdagi tanglik belgisi tanglikning o'ng tarafidagi qimmatni so'l tarafdagi o'zgarguvchi miqdorga beradi. Bir qancha misollarni ko'rib o'tsak, yana bu yerda integer tipli bir qimmatni aniqladik. Buningki ismi a. Char tipli bir qimmatni aniqladik. İsmi b. Long tipli bir qimmatni aniqladik. C. Yani bu en oddiy aniqlash usuli. Endi ba'zida tipi o'xshash bo'lgan bir qancha o'zgarguvchi miqdorlarni aniqlashga to'g'ri keldi. Bunda vaqtda bularni buningga o'xshash ayrim-ayrim aniqlasak bo'ldi yoki tipini bir qatim berib, uningdan keyin pash bilan ayirib hammasini yozsak, bu yerdagi masalan 3 dona a'zoninki o'zgaruvchi miqdorninki tipi o'xshashlar integer tipli, ya'ni int. Bu top aniqlash. Ondan qimmat verish shakli. Ya'ni oldida ko'rib o'tdik. Tanglik belgisi qo'yib, tanglikning o'ng tarafiga qimmatni bersak bo'ldi. Ya'ni bu yerda biz g degan bir o'zgaruvchi miqdorni aniqladik. Buning tipi integer tipli, buning qimmati 5 tang. Ondan qimmat bergan vaqtda ma'lum bir ifodani bevosita yozib o'tishga bo'ldi. Yana bu yerda biz h nomidagi bir integerni aniqladik. Buningki qimmati g qo'shilgan 3. Yana bu yerda g oldida biz aniqlagan o'zgaruvchi miqdor, buning qimmati 5. Buningki 3 ni qo'shib berdik. Demak, h ning qimmati 8 bo'ldi. Ya'ni 8 degan qimmat h degan integer tipli bir o'zgaruvchi miqdorga berildi. Endi double pi, ya'ni bu yerda biz kasr bo'lgan bir o'zgaruvchi miqdorni aniqladik. Buningki qimmati 3,14. Yana 3,14 degan qimmatni bu integer tipli o'zgaruvchi miqdorlarga berishga bo'lmaydi, chunki butun son tipli
o'zgaruvchi miqdorlar kasr sonlarni ololmaydi. Ya'ni bu yerda bir xatolik kelib chiqadi. Programma normal ijro olmaydi. Shunga o'zgaruvchi miqdorning tipiga asosan, qimmatiga asosan uning mos tiplarini tanlab aniqlashimiz kerak. Endi bu yerda x degan bir char, ya'ni bu yerdagi char harfni ko'rsatadi. Bir harfni aniqladik. Buning qimmati z. Char tipli qimmatlarni aniqlagan vaqtda cho'g'im buni taq5ning ichiga olamiz. Bu charni farqlantirish uchun ishlatiladi. Bu char cho'qim birli vaqtda birlam qimmat ola oladi. Buningga yana bir harfni qo'shib yozib qo'ysak, bu yerda xatolik chiqadi. Endi string tipli o'zgaruvchi miqdorni aniqlagan vaqtda buningki qimmatini qo'shib ichiga olamiz. Bu stringni farqlantirishga ishlatiladi. Ondan C# ningki yangi nashrlarga nomsiz tip deb bir tip bekitilgan. Ya'ni o'zgarishchan tipni deb qo'ydi. Buninkida o'zgaruvchi miqdorning tipini bevosita bermaymiz. Ya'ni var deb aniqlaymiz. Keyingi o'zgaruvchi miqdorning nomini beramiz, undan keyin qimmat bersak bo'ladi. Bu yerda deyilgan nomsiz tip amaliyotda mutlaq nomsiz yoki tip yo'q bir narsa emas. Buningki tunji qatim qimmatni bergan vaqtda buningki qimmati bekitilib keladi. Yana bu yerda biz 2014 ni berdik. Bu bir integer qimmat. Demak, bu y ning qimmati integer bo'ldi. Lekin aniqlagan vaqtda mana shunday ishlataversak bo'ladi. Navoda buningki qimmatiga biz dastlab qimmat bergan vaqtda bu qo'shib ichiga sarvan deb olsak, buning tipi string bo'lib keladi. U vaqtda boshqa tipni bergan olmaydi. Bu yerda tunji qatim berilgan tip bu nomsiz tipningki asli haqiqiy tipi bo'ldi. Undan keyin buni davomli o'zgartirishga bo'lmaydi. Biz buningga misol ko'raylik. GeoStudio'ni qo'zg'atdik. Yangi bir project quraylik. C# Windows Application. Variable. OK knopkasini bosdik. Biz yana kod ko'zligini ochaylik. Biz bir integer tipli qimmatni aniqlaylik. Int in age tang 25. Yana integer tipli bir o'zgaruvchi miqdorni aniqladik. Buning ismi in age. Bu yerda age deganga qarab biz buningki yosh ekanligini bilalaymiz. Ondan bu yerga in deb bir harfni qo'shib qo'yganligimiz buning integer ekanligini bildirdi. Bu faqat o'qishga qulaylik bo'lish uchun. Amaliyotda o'zgaruvchi miqdorlarga ism qo'shda unchalar cho'ng cheklim yo'q, xohlagancha qo'ysak bo'ladi. O'qishga qulaylik bo'lish uchun ba'zi belgilarni qo'shib ishlatamiz. Buning qimmati 25 bo'ldi. Bu yerda ostiga yeshil siziq chiqib olishining sababi bu o'zgaruvchi miqdorni aniqladingiz, lekin ishlatmadingiz deganini bildirdi. Navoda biz buningga yana bir qimmat bersak yoki qimmatini o'zgartsak, in age tang 26. In age qo'shilgan 4. Hozir biz bir o'zgarish miqdori aniqladik. Buningga 3 qatim qimmat berdik. Bir qatim aniqlagan vaqtda undan keyin buning qimmatini bir qatim o'zgartirdik. Undan keyin asli qimmatiga 4 ni qo'shib berdik.
Bu yerden ahırkı kelip chiqadigan natija buningki keyingi qimmati 26, buningki 4 qo'shildi 30 bo'ldi. Yana buning programmaning o'zining hisoblagan qimmatini ko'rib boqaylik. Console write line in edges value. Bunun qimmati in edge to string. Bu yerdagi console write line degan bu funksiya bizning bergan shu tekstlarning hammani besib chiqardi, ya'ni ko'rsatib beradi. Buning beshidagi string biz yozib bergan xat o'z beti chiqadi. Undan keyingisi in edge, ya'ni buning qimmati. Bu write line'ningki parametrisi cho'qim string bo'lishi kerak. Shuni biz bu integer tipli qimmatni stringga aylantirib, undan keyin ko'rsatmoqchi bo'ldik. Buni ijro qilaylik. Programımız icra oldu, ko'znak tashlimi yo'q. Biz yozgan kod in age'ning value, ya'ni qimmati 30. Yana bu yerda chiqqan qimmat dastlabki qimmati o'zgarib bo'lgan 26 ga. Undan keyin 26 ga 4 qo'shildi 30. Buning natijasini ko'rdik. Navoda siz programmani ijro qilgan vaqtda bu ko'znak ko'rinmay qolib qolsa, tizimlikdan view tizimlikini ochib output degan ko'znakni mushuni bossangiz bu ko'znak ko'rinadi. Misolimizni davomli ko'raylik. Endi biz 3 dona char tipli qimmatni aniqlaylik, o'zgaruvchi miqdorni. CHR1 CHR2 CHR3. Bu yeni bir xil o'zgaruvchi miqdorni aniqlash usuli. Ya'ni tipi o'xshash bo'lib qolsa, bir qancha o'zgaruvchi miqdorlarni bir vaqtda aniqlayotgan bo'ladi. Ya'ni bu 3 o'zgaruvchi miqdorning hammasininki qimmati tipi o'xshashlar char. Biz boya ko'rib o'tgan char tipli o'zgaruvchi miqdorlarni aniqlagan vaqtda qimmat bergan vaqtda buning qimmatini cho'qim taq 5ning ichiga olamiz degan. Yana buningga o'xshash. Navoda biz buni qo'sh 5ning ichiga olmay bevosita yazsak, buningini xatolik kelib chiqadi. Chunki bu vaqtda buning berilgan qimmat yana bir o'zgaruvchi miqdor bo'lib qoldi. Lekin bu o'zgaruvchi miqdor hech qanday bir yerda aniqlanmagan. Shunga bu yerdan xatolik chiqadi. Shunga cho'qim buni taq 5ningki ichiga olish kerak. Endi biz string tipli bir o'zgaruvchi miqdorni aniqlaylik. String str name tang buning xarakterimi o'xshash, yana charga o'xshaydi. Charni taq 5ning ichiga olsak, stringni qo'sh 5ning ichiga olamiz. Bo'lmasa xatolik kelib chiqadi. Endi biz double tipli bir o'zgaruvchi miqdor aniqlaylik. Ya'ni pay chambar turaqligi. Buning qimmati 3,14 bo'lsin.
Yani biz bu yerda bir kasr sonini o'z ichiga oladigan bir tipni bekitdik yana double. Navada biz int qilib bir o'zgarguvchi miqdorga n pay 3,14 deb qimmat versak, bu aniqla xatolik kelib chiqadi. Chunki integer tipi kasr sonlarni o'z ichiga ololmaydi. Shuning uchun qimmatga asosan tipini bekitib ishlatamiz. Yani bu yerdan xatolik chiqadi. Programmani ijro qilgan vaqtda normal ijro bo'lmaydi. Shunda bundoq bo'laklarni eskartib qo'yamiz. Eskartishga o'zgartirib o'tamiz, bu ijro bo'lmaydi. Endi yana bir tip anlamsız tip var. Yer tang 2014. Yani bu yerda biz buningkiga bir qimmatni berdik. Buning tipi amaliyotda integer tipga o'zgaradi. Yana birini aniqlaylik. Name tang yani bu yerda biz bir string qimmat berdik. Demak, var deb aniqlagan vaqtda buningga har qanday tipdagi narsalarni belgiladi. Ammo tunji qatim berilgan qimmatga asosan buning haqiqiy tipi bekitilib ketadi. Undan keyin buningga yana boshqa bir tipdagi qimmatlarni bersak xatolik kelib chiqadi. Masalan, yer deganga biz burun integer tipli qimmat bergan, endi buningga string tipli qimmat bersak, bu yerdan xatolik kelib chiqdi. Demak, bu yerda var bilan aniqlagan narsaga sizlar har qanday tipni belgilaydi, lekin tunji qatim bergan tipi uningki haqiqiy tipi bo'ldi. Undan keyin cho'qim shu xil tipdagi qimmatlarni berish kerak, boshqa xil qimmatlarni berishga bo'lmaydi. O'zgarguvchi miqdor haqidagi darsimiz mushunga oyoqlashdi.